Siz bilan Vodiy Zarafshon obuna bo'ling. Va nihoyat do'stlar degan Nodirbek ukamiz mana Allohning baydiga Makka va Madinaga yetib bordi, mana rekord qo'ydi. Aziz muxlislar, kanalimiz yo'qsa agar albatta bitta like va bitta podpiskani bosing. Shu insonning haqqiga duo qiling. Hech bir inson qilmagan ishni bu 20 yoshli bola qildi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, butun dunyo planetasi bu insonga tan berdi. Bu insonni ko'rib boribdi. Albatta qarang, Xorazmdan, Namangandan, hamma yoqdan u insonni Makka va Madinada Allohning baydida kutib turishgan. Qarang. Marhamat, bugungi videoroliklarimiz sizlar uchun. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Do'stlar, qaranglar, hozir Xorazmli onaxonimiz bilan Madina shahrida ko'rishib qoldik. Allohim ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Uydan chiqqandan beri kuzatib podpiska bosdim. Rahmat. Do'stlar, qaranglar, Qashqadaryoliklar ko'rdim. Endi Xorazm necha kishi keldilar nimaga? 350 odam keldi. 350? Samolyotda. Voy, mashalloh do'stlar, qaranglar, o'zbeklar ko'p ekan bu yerda. Mashalloh, xursand bo'ldim. Lekin ikkita viloyatni odamlarni ko'rdim, lekin hali o'zimni viloyatimdagi namanganliklar ko'rmadim. Inshaalloh ko'rishib qolamiz. Video qilib qo'yib turaman. Istoriyaga tinmasdan kim bilan ko'rishsam, qaysi o'zbeklar bilan ko'rishsam, videosini qo'yib turaman. Istoriyani kuzattiringlar. Yaxshi joylar-a, vashsi. Zo'r. Hamlarim boshqacha bo'lib ketyapti, ishonasizmi? Hamma gelish nasib etsin. Allohning baytida nasib qilsin. Endi bu yog'i Ka'batulloh, Allohning uyi tarafga qarab yo'l olaman. Piyoda yurib bo'lmas ekan, chunki ihrom kiygandan keyin bo'ldi, to'g'rimi? Yechilmaydi. Ketadi. Shu sababli endi 3-4 kun bu yerda ziyorat qilib, Allohning baytiga yo'l olamiz. Kuzatinglar do'stlar, sizlarga nasib qilsin.